Mavzuni ochmoqchi bo'lganim, mavzumiz juda dolzarb mavzu. Ayollar uchun juda dolzarb bu mavzu. Ayollarga sababsiz gul berilmaydi-da, hozir shunaqa. Hammaga emas, nisbatan 100% bo'lsa, 100%dan 60% sababsiz erkaklar ayollarga gul bermaydi. Tug'ilgan kun yoki nimadir bo'lib qolsa, olib kelishi mumkin gul. Hamma dadalari emas, ayrim dadalari. Noto'g'ri tushunmanglar. Negativ yozib o'tirmanglar. Gul ayolga doim kerak. Sizlar tushuninglar, bizga gul doim kerak. Gul odamni kerakligini his qildiradi. Energiya beradi gul. Odamni tushuntirib bera olmayman-da. Gulni qaranglar. Bu go'zallikka qaranglar. Qanaqa go'zal bu. Ayollarga doim gul kerak. Sababsiz gul kerak. Sizlar tushuninglar, dadalari. Bu gullar menga kelmagan. Men qizlar bilan birga turaman. Bu gulimiz unashtirildi yaqinda bitta qizimiz o'shanga keldi. Bunisi yana bitta qizimiz unashtirilib zaksi bo'ldi, o'shanga keldi. Bu gulimiz ozgina mazasi yo'q, tashlashimiz kerak. O'sha kirdi. Lekin tashlamayapmiz. Bahramand bo'lib yashayapmiz hididan. Tushundinglar o'zlaringiz. Shunaqa gaplar. Gulni erkaklar sababsiz beringlar bizga. Dadalari sababsiz beringlar bizga gulni. Maza qilamiz-ku biz gulga.